Ular shunaqa narsaga aldanishadi, ya'ni sahr diabeti ichib sahrni tushiradi deganlar. O'sha yarim soat yoki 1 soat, 2 soat sahr tushish hisobiga bo'ldi, men yaxshi yuribman, zato 1 soat, 2 soat tushirdimu deb o'zlarini quvontirishadi, o'zlarini shunga ishontirishadi. Lekin sahringiz spirtgacha 10 bo'lgan bo'lsa, spirt ichganingizdan keyin 15-20 gacha chiqishiga olib keladigan narsa bu. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Tursunov Ilyos Iskandarovich, endokrinolog shifokoriman. Ish faoliyatim natijasida 10 mingdan ortiq qandli diabetlarga yordam berib kelmoqdaman. Bugun sizlarga qandli diabetda spirtli ichimliklar, ya'ni aroq ichish foydalimi, zararlimi, shu to'g'risida gaplashamiz. Aslida o'zi bu savolni olib chiqish niyatim yo'q edi, lekin ko'p bemorlardan savol kelib tushadi va qabulimga kelganda ham doktor ozgina ichib tursam bo'ladimi? Sahrim yaxshi tushyapti, yaxshi yuribman o'zim. Shunga nima deysiz? Meditsina qanaqa qaraydi degan savollarni ko'ndalang qo'yishdi. Bugun sizlarga qandli diabetni ichishni foydali va zararlarini to'liq tushuntirib beraman. Spirtli ichimliklar bu qaysi turligidan qat'iy nazar ko'pchiligini tarkibida spirt saqlaydi. Necha foizligidan qat'iy nazar 20% saqlaydimi, 60% saqlaydimi, 80%, baribir tarkibida spirt bor. Bu organizmga tushib, birinchi navbatda jigarda o'zgarishga uchraydi spirt, ya'ni parchalanadi, o'zini ta'sirini ko'rsatib, bu vaqtinchalik jigarda glyukoza hosil bo'lishini bloklaydi. Glyukoneogenez degan tushuncha bor, ya'ni shakar hosil bo'lishi. Jigar ham normada shakar ishlab beradi. Shuni hisobiga ham bizlarda qonda qand miqdori oshishi kuzatiladi. Endi spirtli ichimliklar o'sha glyukoza hosil bo'lishini bloklaydi, lekin juda vaqtinchalik bo'ladigan narsa bu. Ya'ni spirtni ta'siri ketguncha, yarim soatdir, 1 soatdir, 2 soatdir sizda glyukoza hosil bo'lishi pasayadi-da, как sizda qondagi qand miqdori tushgandek his qilasiz, lekin bu juda vaqtinchalik hisoblanadi. Chunki spirt organizmni tez transformatsiyaga uchraydi, jigar tezda uni parchalab beradi va uni tashqariga chiqarib tashlaydi. O'sha qisqa vaqtda sizda qondagi qand miqdoringiz normaga tushishi mumkin, lekin bu asosiy lecheniya hisoblanmaydi. Biz bilamizki, organizmning himoya reaksiyasi bor. Qachonki qonda glyukoza tushib ketsa, organizmda boshqa gormonlar faollashib ketadi. Ya'ni kontrainsulinarniy gormonlar bor. Buni hisobiga keyin spirt ta'siri to'xtagandan keyin u gormonlar aktivlashish hisobiga 2 barobar sahringiz baland bo'lib ketishi kuzatiladi. Shunaqa o'zi sahr diabetni ichib yuradigan odamlar o'zi ham bilishadi. Ichgan vaqtida 1 soat, 2 soat o'zini yaxshi his qiladi-da, keyin o'sha spirt ta'siri chiqib ketgandan keyin yana bosh og'rishi, qondagi sahr miqdorining ko'tarilib ketishini o'zlarida sezishgan buni. Ular shunaqa narsaga aldanishadi, ya'ni sahr diabetni ichib sahrni tushiradi deganlar. O'sha yarim soat yoki 1 soat, 2 soat sahr tushish hisobiga bo'ldi, men yaxshi yuribman, zato 1 soat, 2 soat tushirdimu deb o'zlarini quvontirishadi, o'zlarini shunga ishontirishadi. Lekin bu juda ham xavfli narsa va bu juda ham noto'g'ri tushuncha. Sahr bu tushganligi siz o'sha ichgan spirtni nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Ya'ni bu jigaringizni zararlanish hisobiga va bu keyin spirt ta'siri ketgandan keyin, deylik sahringiz spirtgacha 10 bo'lgan bo'lsa, spirt ichganingizdan keyin 15-20 gacha chiqishiga olib keladigan narsa bu. Uni spirtli ichimliklar spirt organizmga kirgandan keyin birinchi navbatda jigarga boradi, qonga so'rilib va jigarda etanolga aylanadi. Etil spirti, etanol bu oddiy tilda zahar. Bu ilon zahridan ham yomon narsa desak ham bo'ladi. Chunki bu jigarni hujayralarini ishdan chiqaradi. Ana o'zi bechora jigaringiz qandli diabetdan zararlanib yotibdi. Ya'ni ortiqcha glyukoza jigarda gepatosit hujayralarini o'sha o'lishiga, nobud bo'lishiga, seroz ko'payishiga o'zi zamin yaratib turibdi qandli diabetda. Faqat buyrak ko'z zararlanmaydi, qandli diabet, jigar ham zararlanadi. Plus siz unga yana spirt kirib ketyapsiz. Spirt bilan u jigar serozini yana ham tezlashtirasiz. Mana shunaqa tadqiqotlar o'tkazilgan, ya'ni o'sha spirtnoy anaqalarni ichib, napitkalarni ichib, ham qandli diabet o'ziga qaramaydiganlarda jigar serozi boshqa qandli diabetlarga qaraganda 2-3 barobar ko'pligini kuzatishgan. Chunki etanol jigarda hujayralarini gibeliga olib keladi, o'lishiga olib keladi va plus bu yoqdan yana glyukoza
ikki taraflama ta'sir hisobiga jigar tez quriydi. Va jigar bilamizki, normada qondagi qand miqdoriga javob beradigan organlardan biri hisoblanadi. Mana bemorlar kelishadi, insulini juda ham yaxshi, parhez qilishadi, lekin spirt tushadi, sahar baland bo'ladi. Chunki sabab ular o'sha ichgan vaqtida tushadi-da, ichmagan vaqtida organizmning himoya reaksiyasi yana qachondir organizm o'sha sahar tushib ketishi mumkin deydi-da, o'zi doimo saharni balandda ushlab turadi. Bu spirt ta'siri chiqib ketguncha uzoq vaqt talab qiladi. Xuddi shunaqa spirt bundan tashqari boshqa a'zolarni ham zararlashni boshlaydi. Agar videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizda yoki qarindoshingizda qandli diabet aniq bor. Agar sizda qandli diabet bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki qondagi qandni tushirish bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, bizning klinikamizda bu to'g'risida check-up amaliyotlari o'tkazilib kelyapti. Bu check-up orqali hozirgi kunda mingdan ortiq bemorlarga yordam berib kelmoqdamiz. Bu bizlarda qandli diabetni nimadan kelib chiqqanligi, oshqozon osti bezini qanaqa ishlayotganligi, buyrak, yurak faoliyati, jigar faoliyatlarini kompleks tekshirib, har bitta bemorga individual yondashib kelmoqdaman. Bu check-up orqali siz oshqozon osti bezingiz insulin ishlab chiqarilayotganligini, buyrak faoliyatingiz, jigar faoliyatingiz va qondagi qand miqdoringiz qanchaligini to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Va bu ma'lumotlar asosida har bitta bemorga alohida parhez tayyorlanadi va alohida dorilar buyuriladi va sport va to'g'ri hayot tarzi to'g'risida tushunchalar beriladi. Agar sizda ham quyidagi muammolar bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali qabulimga yozdirishingiz mumkin. Qon tomirlarida ateroskleroz chaqiradi. Ateroskleroz degani ya'ni yog'lar, xolesterinlar, tuzlar plus spirt ta'sirida qon tomirlar yopilib qoladi. O'zi qandli diabetda qon aylanish sekinlashib ketadi. Ortiqcha sahar qon quyuqlashtirib yuboradi. Plus siz bunga spirt kirgizyapsizda, qon tomirlarni mo'rt qilib qo'yapsiz. Mo'rtlashish natijasida qon aylanish 2 barobar sustlashib ketadi. Va sizda oyoq og'riqlari, oyoq uvishlari, oyog'i sezmaydigan bo'lib qoladi. Bir xil pasientlar keladi, oyog'iga nimadir kirib ketsa ham sezishmaydi. Keyinchalik bu yaralarga aylanib har xil asoratlarni chaqiradi va bemorlarda eng achinarlisi bu qandli diabet, spirt ichadiganlarda nerv sistemasini zararlab tashlash. Ya'ni nerv sistemasi polineuropatiya degan narsa kelib chiqadi va diabetik ensefalopatiya degan narsa bemorlarda o'sha xotira tushib ketishi, doim jahldor bo'lishi, asabiylik, bular bo'lmas narsaga asab qiladigan bo'lib qolishadi. Lekin buni o'zlariga sezilmaydi-da. Chunki o'sha nerv zararlanib bo'lgan, buni spirt bilan yana kuchaytiryapti. Bu tarafda yana sahar bor. Ya'ni 3 ta 4 ta komponent hammasi birgalikda nerv sistemasiga hujum qiladi. Bu ijtimoiy muhitga ham zarar katta. Oilaviy tarafdan janjallarning kelib chiqishi, o'zi saharni diabet o'zi bir kasallik, yana unga o'sha spirtni qo'shib, bu mana oilaviy kelishmovchiliklarni, yana ba'zi birlarda bo'ladi, o'sha ajrim holatlariga ham olib kelishi. Sababi mana shu nerv sistemasi faqat markaziy emas, periferik nerv sistemasi zararlaydi-da. Qo'pol bo'lsa ham erkaklarda olatlarda, turishlarda muammolarni bo'lishi, jinsiy qo'shilishdagi muammolarni bo'lishi. Chunki olat nima hisobiga turadi? Bu nerv sistemasini aktivlash hisobiga. Nerv sistemasi boshqaradi. Impuls yaxshi bormasligi hisobiga hali yosh bo'lsa ham, 40 bo'lsa ham, 35 yosh bo'lsa ham, yo 50 bo'lsa ham, umuman o'sha jinsiy holatdagi muammolarga duch kelishadi. Yana buni har xil problemalar bilan bog'lashadi. Ishdagi yoki boshqa ko'chadagi muammolar bilan bog'lashadi, lekin hech qachon ichib spirtdan bo'lyapti yoki ortiqcha saharni tushiray degan tushunchalar yo'q. O'shaning uchun bu juda ham ijtimoiy muhitga ham katta ta'siri bor. Qon tomirlarida nervni zararlanish hisobiga har xil qandli diabetni asoratlari ko'p bizlarda. Asoratlari qandli diabetda mana shu ichib yurilsa, spirtli ichimliklar doimo birinchi navbatda oyog'idan ajraladi. Ya'ni oyoqlarda qon aylanishini yopib qo'yish hisobiga, polineuropatiya hisobiga nervlar to'qimalar normada oziqlantiradi, o'sha to'qimalar oziqlanmay qoladi. Keyin bemorlarda yara chiqadi-da, u yara hech qachon bitmaydi. Har xil mazza ishlatishadi, antibiotik qilishadi, keyin gangrenaga uchratadi, sekin kesib oyoqlardan ajralish. Bu eng katta invalidlikka olib keladigan narsa. Keyingisi bu o'sha xotira bilan bo'lgan muammolar, nerv sistemasi bo'lgan asoratlar va yurak qon tomir sistemasi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, infarkt
infarktlarni ko'payib ketishi, insultlarni ko'payib ketishi, mayda qon tomirlarni yorilib ketishi. Aytdimmi, spirt bu qon tomirlarni mo'rt qilib qo'yadi, ya'ni yoriluvchan qilib qo'yadi. Shuni hisobiga o'zi bilmagan holatda ko'chada, ishda, liboy joyda o'sha qon tomirlar yorilib, o'zi bilmagan holatda mikroinsultlarni keltirib chiqaradi va o'lim sonini ko'paytiradi. Ya'ni agar sizda qandli diabet bo'lsa va siz agar har kuni yoki tez spirtni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, spirtli ichimliklarni, sizda o'lim xavfi 2-3 barobarga tezlashadi. Ya'ni deylik, misol uchun siz sahrni diabet bilan 70 yilda yashashingiz mumkin edi. Siz unga spirtli ichimliklarni qo'shdingiz va siz o'zi 35-40 ga bormasdan turib yoki o'sha juda ham tez, o'sha 5-10 yil ichida deylik 70 yosh bo'lsa, siz 40-50 yoshgacha o'zingizni umringizni qisqartirishingiz mumkin. Qandli diabeti bor bemorlar ko'pincha spirtli ichimliklardan mukkasidan ketib qoladi, chunki buni uzoq yillar davomida ichib kelgan va bunga o'rganib qolishlik bo'ladi. Va men ba'zi bir internetlarda ko'rib qolaman va bemorlarni o'zi ham kelishadi. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi shifokorlar o'sha bemorlarga oz-ozdan ichib turish tavsiya berar ekan. Ya'ni o'sha qondagi qand tushirarmish, qonini suyultirarmish, nervni oziqlantirarmish, jigarni tozalab turarmish degan bir yolg'on ma'lumotlarni ko'pchilik shunaqa berishar ekan. Bu o'ta xato ma'lumot. Ya'ni spirt sizni qoningizni hech qachon suyultirmaydi va hech qachon sahringizni tushirmaydi, tushirishga yordam bermaydi. Bu sizni oddiy tilda o'limingizni tezlashtirib beradi. Bu har bitta klinik rekomendatsiyalarda ham, klinik standartlarda ham hech qachon kiritilmagan spirtli ichimliklarni ichish mutlaqo cheklangan. Mana bemorlar aytishadi, doktor, mana qandli diabetim bor va men spirtli ichimliklarga o'rganib qolganman. Bundan qanday chiqib ketsam bo'ladi? Bu uzoq yillar davomida ichganman. Qanaqa tavsiya berasiz deb menga murojaat qilishadi. Meni o'zimni shaxsiy tavsiyam bu spirtli ichimliklarda chiqib ketishda odamni o'zini shaxsiy irodasi ham juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin psixotrop dorilarda ham, ichishda ham, chekishda ham odamning irodasiga, o'ziga juda ham bog'liq va shunaqa psixologlar bilan maslahatlashib, narkologlar bilan maslahatlashib, har bitta kasallikda o'zini davosi bor. Xuddi shunaqa ichkiliklardan chiqishda ham siz avvalambor atrofingizdagi odamlarga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni kim sizni o'sha ichishga majbur qilyapti? O'rtoqlaringizmi, do'stlaringizmi, oshnalaringizmi, ishdami, ko'chadami? O'shalardan uzoqroq bo'lishga harakat qilish birinchi navbatda. Ya'ni bizning vrachlarning tavsiyasi asosiy o'ringa tushmay qolgan hozir. Ya'ni biz tavsiya beramiz, klinikada hamma tushunchalarni oladi-da, lekin ko'chaga chiqqandan keyin oshnasini ko'radi, o'rtog'ini ko'radi, yana o'sha tavsiyamiz esdan chiqadi. Birinchi navbatda bu yerda o'zingizni irodangiz, o'zingizga bergan va'dangiz va agar siz bu iroda bilan chiqib ketish imkoniyati bo'lmasa, spirtli ichimliklardan bu psixolog bilan, narkolog bilan birgalikda albatta buni davosi bor va qandli diabetda o'zim endokrinolog sifatida aytaman, hech qachon spirtli ichimliklar sizga foydasi yo'q. Bu sizga doimo zararga ishlaydi. Agar sizda ham spirtga o'rganib qolishlik bo'lsa, birinchi navbatda narkolog bilan maslahatlash. Qandli diabetingiz bo'lsa, endokrinolog va narkolog ikkita mutaxassislikdan o'tib, qondagi qand miqdoringizni normal keltirish, spirtli ichimliklardan qanchalik tez chiqishiga siz tarafdan ham harakat bo'lsa, sizda hech qanaqa sahrni diabeti asoratlari bo'lmaydi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videomizga like bosing. O'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bu videomizni ichib yuradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.